Dahshat! Ta'rifga til ojiz, qadrli do'stlar, bu qanday o'yin edi? Wow! Benfica 24-o'ringa chiqib olyapti. Va u yerda yana Real bilan yuz-yuz keladi. Dahshat! Bo'ldi, o'yin tugadi. Bo'ldi, hakam uchrashuv yakunlanganligini ma'lum qilmoqda va bo'lib ham golni darvozabon urib beryapti. Qancha seyvlar qilgan Trubin, eng qizig'i oxirida o'zi gol ham urib beryapti. Wow! Qanaqa o'yin edi bu? Qanday o'yin ko'rdik? Dalush stadionida. Va Real unda yutqizib 9-o'ringa tushib qolmoqda. Fantastika. Jose Mourinho, siz special one bu safar ham uddaladi. Ha, umumiy qandaydir o'rta miyona jamoalarga uning jamoasi yutqizishi mumkin. Bugun eng zo'r o'yin Hasanning o'yini bo'ldi. Maza qildi. Bo'ldi, tugadi qadrli do'stlar.